Hem de 36 kaldın 28'si ig'iz ağırdı degan gap ba'zi adam bo'lsa qo'qab ketadi. Biroq qilam yo'q. Makalni teslab akagandan keyin sizlar ko'rganmi? Mashina tushigacha ko'rgan. Mashina tushganda ko'rgan ama amli ahvolni ko'rdinglarmi? Do'yinni ko'rdinglarmi? Do'yinni ko'rgan. Makala 2 Mo'ng'uldan kelgan kala shu. Jami 36 tuyoq kala. Bir kalni kala atılıp putni sal ağırtıp ketken ayak yutib etdik. Miyada 35 ba. Dastlabki akilib 15 kungacha taraqqiyoti bek yaxshi bo'ldi. Nihoyat yaxshi kundi. Biz dastlabki birdigan suyiga doğru qatdik. Dastlabki yem bermedik. Yemni azdan 300 gramdan, 400 gramdan, 500 gramdan birib üstü ko'tarib mangan. Hozirgi holatda kunlik yeme 2 kilogram chiqdi. Dastlab 15 kungacha shundoq yaxshidi. 15 kundan keyin havoga maslashanmaslik ahvol ko'rilishga başladı. Dastlab ko'rilmay ishkatligiga ko'rildi. Havo issigandan keyin sizlar anglagan balkim. Ig'iz og'riqi, tuyoq og'riqi, ig'izdan sho'lga oqdigan ish ko'rildi. 36 kaldan keyin 28 dan ko'rildi. Biz uni shu men do'yinga chiqarib qo'ygan oddiy usullar bilan foydalanib parvish qildik. Hech qanday dori, ukul ishlatmadik. 36 kalning hammasi to'liq bor. Birisimi chiqim bo'lmadi. Hozir to'liq o'tga kirishib, yeyishi, ichishi hammasi normallashdi. Yani bir alaydıki bununki yem yiyiş miktarı yuqur ekan. Otni jiqiydi ekan, yemni jiqiydi ekan. Shu salomatlik asli kelgandan keyin o'zgarish tiz bo'layotdi. Ko'rib baxsanlar bo'ldi. Hamda bu shu ekilib yalandirishga texnika yetishib qolsa, dastlabki parvishni qila olsa, baqsi bo'ldi ekan. Hech kim o'g'illik baqsi bo'ldi. Baqsi bo'ldi ekan. Lekin bu dastlabki parvishga kuchi yetmasa yoki texnikasi bo'lmasa yoki yangi kelayotgan odam bo'lib qolsa, ma'noga tavakkul qilishga bo'lmaydi ekan. Hamda 36 kaldın 28'si ig'iz ağırdı degan gap ba'zi odam bo'lsa qo'qab ketadi. Biroq qilam yo'q. Ma'vo chiqim bo'lmadi. Saqlab qoldik. Hozir normallashib bo'ldi. Tahi kurslandirish boshqa parvishni qilmadik. Nimishqa salomat eskimme. Endi kurslantirishni qilib olsak, hajmi ta'minotga va avval o'ngshildi. Qo'saqlarimiz chiqib bo'ldi. Bu endi bu havoninki issiqmi o'tib ketib bo'lguncha kurslantirish qilib bo'lamiz. Havoninki temperaturaning tuvalishi agishib, buni o't yeyishimi ko'tarildi. Bu kuzdagi qishdagi endi o'sib ketilishiga bek cho'ng umid bor vakaliga. Bo'ldi-ki, lekin cho'qim texnika oldida bo'lish kerak ekan. Miyaning kallari qolgan joyda ma ichki mo'g'ul kallari o'tni qo'lga yutindi. O'tni yeyish miqdori chiqqan. Ma'niki qo'saq qarang makalning qo'saqlar. Hammasi inek kaldak, bo'g'oz kaldak qo'saq ketgan. Jiqiydi ekan. Va bizning miyaning kallar azaq ya qo'saq yo'qdan keyin ketdi o'qidi. Bu et degandan kechgacha o'qoningni qilib. To'xtamay yetgan. Lekin og'rib qolgan sababdan biz vaqtida keyingi kurslantirish, keyingi ishlarni qilmadik. Kurslantirish bir qildik, ondan keyin qirmini uchini bir kuchaytirdik, uni yemni ko'tardik. Yemek az hozir. Makallar az gençada 3 kilodan oshirib yem bergan bo'lsak to'g'ri. Hozir yem az. Kurslantirish qilib bo'lgandan keyin ko'taramiz. Agar texnikanglar pishib bitilsa, baqsanglar bo'ldi ekan. Agar ashta ish yo'liqib qolsanglar, har vaqt so'rasanglar men depirman. Ig'izni sho'ga oqdigan ish qilib biz bek titrab ketmaydigan yer keldik. Necha yildan 5 yildan beri ko'rib boqmagan. Mushqitim mushkalni akiliblar, men ko'rdim. Lekin yana tinch o'tib ketdi.